Şefkat hemşirisi Zinnet Ahmet Hanım. İkinci Cumhuriyet devrideki urushlarda hayat kalgan Şefkat hemşirisi Zinnet Ahmet kızı 1929 yılı 6 iyonda Yettisu'daki Yarkent şehride dunyoga kelgan. U aslida Yarkentlik Sabraxunning o'g'li Ahmet Arukeshning 4 kızı Zinnet Ahmet Sabirova hanım idi. U o'ziga bir ömürlük famili qilib qo'llangan bo'visi Sabraxun o'z davrining ongliq, savatliq, hal o'qiti, o'rta hal taraqqiyparvar kishilaridan bo'lgan. Lekin Bolsheviklar partiyasi Sabraxunni kulak, ya'ni boydehqon deb nahaqdan etayotgandan sirt yana bar bisotini musodir qilib etgan. Shuningdan keyin kulakning balisi Ahmet akaga o'z yurtida hayot kechirish qiyinlashgan. Shunga Ahmet aka bilan ayoli Jonisaxon Hadining oilasida 3 qizidan keyin dunyoga kelgan Zinnet bir yoshga to'lmay 1930 yili bahorda yurti Sharqiy Turkistonga o'tib, Ili viloyatining Kepakyuzi yezisiga berib o'rinlashgan. Ahmet aka yana arukeshlik qilib, nihoyatda og'ir turmushda 15 yil hayot kechirgan. Zinnet xonim 1998 yili 12 noyabr kuni, ya'ni sobiq Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilganligining 54 yillik xotir kunida o'zining qisqacha tarjima holini yozuvchi Olimjon Baudunga og'zaki so'zlab bergan. Mazkur qimmatlik ma'lumotlarni Olimjon Baudun Qozog'iston Uyg'urlarining Yangi hayot gazeti 1998 yili 5 dekabrlik sonida e'lon qilgan. Shu ma'lumotlar qatorida Zinnet xonim bolalikdagi unutilmas bir voqeani so'zlab bergan. Mening yuragimga mixtak o'rilishib ketgan bir voqea hozirgacha faqat ko'z oldimdan ketmaydi. Deydi Zinnet xonim bolalik davrlarini ishki bir alam bilan aslab. 7-8 yosh vaqtlarim edi. Chilpanzida turayotgan kichik onam Bo'y Maryamni og'rib qopti deb anglab, yo'qlab kelish uchun dadam, opam uchaylan Harvada yo'lga chiqdik. Kurada chiriklar yo'lni to'rab post qilib olgan ekanda, bizni o'tkazmay qo'ydi. Chiriklar dadamga "Aşağı ishlaysan yoki pul to'laysan" deb turib oldi. Dadam texi bir juma ilgirilla 10 kun ashu saysa degan aşağıda ishlab kelganligini, hozir yonchiqida ularga beradigan sunuq aqchisining yo'qligini, Chilpanzda singlis qattiq og'riyotganligini, shuni yo'qlab ketayotganligini aytdi cheriklar. Sen Çento bizning aytganimizni o'rindimay, biz bilan takallashmoqchimi? Deb dadamni bekordan bekorga tayoqning ostiga oldi. Opam bechora, "Voy, undaq qilmanglar, bizga rahim qilinglar. Biz bir kambag'al odamlar. Sizlarga beradigan pul nada bo'lsin bizda?" deb yolvorib, yig'lashlarga quloq solar emas edi. Bechora dadamni miltiqning paynaklari bilan to'g'ri kelgan yeriga urib, tepib dassab qonga to'pig'i melibdi. Men chidab turolmadim. Harvadan sakrab tushdimda, cheriklarning putiga esilib oldim. "Voy jinim aka, dadamni urmanglar, dadamni urmanglar" deb yig'lab yolvorishga boshladim. Cheriklardan birisi, "Mana nere? Çento'nun küçüğü" deb meni birni tepib o'ngdamga uchiravatdi. Hushimdan ketib qoptiman. Bir chaqda ko'zimni ochib qarasam, Harvada o'ngdamga yetibdiman. Opam Xudoga nola qilib yig'lab o'ltiribdi. Dadam bir narsalarni deb Harvasini haydab ketib etibdi. Dadamning yuz ko'zlarining ishib, ko'kirib, kiyimlarining yirtilib, qon bo'lib ketganligini ko'rib, qo'rqib ketdim. "Jinim dadam!" deb o'zimni dadamning quchqiga otdim va varqirab yig'lab etdim. "Yig'lama qizim, yig'lama" deb bechora dadam yuzlarimni, sochlarimni silab, peshonamdan so'yib qo'ydi. "Xudoga shukr. Sog'kansiz" deb u qo'llarimni tutganda qildi va andin, "Bu ablahlarning zo'ravonligini qara. Xayr. Bu kunlarmi o'tib ketadi. Mushu zo'migarligi uchun hisoblashadigan kunlar keladi.
deb ulug' kichik nafas oldi. Keyin men apam dadamdan cheriklarning qandoq qo'yib berganligini so'rasam, apam yaxshi yomon kunlarga lozim bo'lib qolar deb yuragida degidek saqlab yurgan bari yo'qi bir tal yombusi bor ekan. Shuni cheriklarga bergandan keyin dadamni urushni to'xtatib qo'yib beribdi. Kichik anamga deb ilib olgan non to'qach, yerim qo'yning go'shi va boshqa narsalarning hammasini ilib olibdi. Aşı vaqadan keyin Zinnatning sabiy yuragiga, butun vujudiga Xitoy zo'ravonlariga, cheriklarga nisbatan g'azab nafrat ushqini tutashgan va yillarning o'tishi bilan qisos intiqom yolqiniga aylanishga boshlagan. Zinnatning amdila 15 yoshga kirayotgan chog'da Sharqiy Turkiston zaminida Xitoy tajovuzchilariga qarshi milliy ozodlik inqilobi portlagan. Uning otasi oddiy harukash bo'lsa-mu, savatliq ongliq kishi edi. 1944-yili noyabrning ma'lum bir kuni atigini Ahmet aka qizi Zinnatning ma'qulligini olgandan keyin uni G'uljidagi harbiy shtabga elib berib, fidoyilikka tizimlatgan. Miltiq tutib, inqilobga qatnashqudek menda o'g'il yo'q. Faqat 4 qizim bor. Ularning cho'nglari yotliq bo'lib ketgan. Shu 4 qizimning birisi mushu kenji qizimni bu ulug' azodlik inqilobiga atab qo'ydim. Yo'q demay, mush qizimni fidoyilikka qabul qilsanglar. O'zi kichik bo'lg'ini bilan yuragi ravurus cho'ng qiz bu, dedi Ahmet aka. Fidoyilikka tizimlatgan qizlar jami 8 bo'lib, Rizvongul Hoshim qizi bu 8 qizga komandir edi. 8 qizning eng kichiki Zinnat edi. Ularning hammasi 18 yosh, 22 yosh oralig'idagi qizlar edi. Bu 8 qiz Rizvongul Hoshim, Robiyam G'ini va Oysham G'ini, Tuxon Ömer, Farida Saydulla, Saodat Muhammad Niyoz, Zaynab Rahmatullah va Zinnat edi. Ashu birinchi kunila harbiy rahbarlar Zinnatga harbiy kiyimlarini kiygizgan. Dastlabda uni doktorxonaga elib borgan, yaradorlarni ko'rsatgan. Ondan miltiq etishini o'rgatgan. U bir haftaning ichida qurolni parchalab qaytadan qurashtirishni va etishni o'rganib olgan. Keyin bu 8 qizni poliklarga bo'lgan. Zinnat Cumhuriyetning muavin raisi Hekimbek Xo'janing o'g'li Qayinbek Xo'janing polikiga taqsim qilingan. Shavqiya G'abbasova ikkisi birga bo'lgan. Ularning vazifasi urush maydonida yarador bo'lgan jangchilarga darrov tibbiy yordam ko'rsatish va Sanchasda ularni davolash edi. Zinnat G'uljidan boshlab Shixo'gacha bo'lgan barliq urushlarga to'liq qatnashgan. Zinnat xonim yomg'irdak yig'ib turgan o'qlar ichida gumbirlab yerilayotgan bombalar orasida yurib, nurg'ulg'an shiddatlik jang maydonlarida bo'lgan. U G'ulji Harambog' urushida ko'rsatgan qahramonligi uchun dastlabki qitim fidoyi medali bilan taqdirlangan edi. Keyincha urush to'xtab 1946-yili 6-iyunda 11 bitim imzolangandan keyin Zinnat Ahmet qizi ma'rif sohasida ishlagan. U dastlabda Harambog' Uyg'ur maktabida boshlang'ich sinflarga dars bergan. Keyin u Urumchiga berib, boshlang'ich guruhga nazariya o'rganish kursida o'qib keldi. 1956-yili vatanni tark etib, ota-onasi bilan kindiqqini to'kilgan Yattusu vodisiga ko'chib chiqqan. Yangi asr kirish arpsida 2-chi Cumhuriyetning ko'plagan tirik shohidlari kayni-kaynidan olamdan o'tdi. Zinnat Ahmet xonimmi ana shu qatorda yerim asrlik vatan hasratini o'z bilan birga elib ketdi. Garchi u ona vatanining uzul kesil mustaqil holatini ko'rolmagan bo'lsa-mu, u va uning sabdoshlarining qahramonlik ro'yi Uyg'ur avlodlariga mangu o'chmas mash'al bo'lib, mustaqillikka yetadigan yo'llarni yo'ritib turdi. Zinnat Ahmet xonimning eng oxirgi so'zlaridan biri tuvandikilar edi. Ayni chog'dagi milliy ozodlik inqilobiga eng dastlabkilardan bo'lib qatnashgan 8 qizdan hozir O'zbekistonda yashayotgan Oysham G'ani ikkimizli qoptimiz. Mening mo'yishim bir yerga berib qoldi. Qiyryapman. Shuningdan 54 yil ilgari lapildigan ashu ay yulduzliq ko'k bayrog'imizning vatanim osmonida
qaytadan lapildiganini ko'ribla o'lib ketsam, armonim yo'q edi.